Assalomu alaykum ustozlar. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt dasturi yordamida qanday qilib qisqa vaqt ichida 5 daqiqada taqdimot tayyorlashni o'rganib chiqamiz. Demak, buning uchun men o'zimga kerak bo'lgan o'sha sun'iy intellekt saytini tanlayman. Eng yaxshi muqobil varianti gamma.app ko'rinishidagi sayt bo'ladi. O'sha saytga kiramiz. Bizga quyidagi oyna paydo bo'ladi va bu yerdan Начать бесплатно tugmasini yoki bu yerdagi Начать бесплатно tugmasini bir marta bosamiz. Bosganimizda bizga quyidagi oyna paydo bo'ladi: registratsiya qilish, ya'ni продолжить помощник Google. Google elektron pochtamiz orqali kirishimiz kerak bo'ladi. Bunga bir marta bosaman. Elektron pochtani tanlayman. Va to'g'ridan to'g'ri olib kirib ketadi mana sun'iy intellekt. Demak, birinchi qilgan ishimiz mana bu yerdagi создать новый degan tugmani bosamiz. Generovat mana shu tugmani bosamiz. Generatsiya qilish uchun birinchi mana bu yerdagi oynalardan prezentatsiyani tanlaymiz. Nechta varaqdan iborat bo'lishi haqida ma'lumot, xohlasang 10 tagacha, qolganlari pulli. 5 ta, 2 ta, 3 ta, masalan 10 ta qoladi menda. Klassik ko'rinishda yoki studiya, bu endi pulli varianti. Biz bepuldan foydalanyapmiz. Keyin bu yerda til tanlaymiz. Chiqayotgan prezentatsiyamiz qaysi tilda bo'lishi haqida. O'zbek tili mavjud. O'zbek tilining ustiga bir marta bosaman. Bu yerga esa mavzuni yozaman. Qanday mavzuda bo'lishi haqida ma'lumot berishim kerak va to'liqroq yozishim kerak. Bu mavzuni men yozib olgandim. O'sha mavzuni tayyorini tashlayman hozir. Demak, tayyor mavzu bor. O'sha mavzuni joylashtiraman. Matematika darslarida sun'iy intellektdan foydalanish va uning afzalliklari yoki birinchi sinflar uchun matematika o'yinlari haqida. Xuddi shunga o'xshab siz ham to'liqroq mavzuni to'liqroq yozasiz. Unga mos ravishda taqdimot yaratib beradi. Sozdать konspektni bosamiz. Demak, menga mavzu bo'yicha tushunchalarni kirib chiqyapti har bir 10 ta varaqqa. Keyin bu yerdan tekstni, ya'ni shu ma'lumotlarni qanday ko'rinishda chiqishini, masalan, kratkini tanlasak ham bo'ladi, o'rtacha chiqaradi. Keyin bu yerda taqdimotning o'sha orqa foni qanday shaklda bo'lishi. Bu yerda taqdimot orqa foniga masalan men mana sariq rangni belgilayman. Keyin bu yerda qaysi rasmlardan qanday rasmlar, qanday taqdimotdagi rasmlar qanday ko'rinishda bo'lsin, shuni tanlasangiz bo'ladi. Xohlaganingiz bittasini tanlaysiz. O'zingizga mosini bo'yicha chiqarib beraveradi. Masalan, men Natyurmort tanladim. Tanlab bo'lganimizdan keyin Snegrovat bosamiz. Generatsiya qilishni boshlamiz. Generatsiya qilishni boshlaydi. Xo'p, boshladik mana generatsiyani. Matematika ta'limida sun'iy intellekt, kelajak sari qadam. Xullas, mana rasmlari bilan o'zi tayyor yaratib berishni boshladi. Taxminan 3-4 daqiqa vaqt ichida yaratib beradi. Uchinchi varaqni tayyorlayapti, 3-slayd tayyorlayapti. To'liq tayyorlab bo'lguncha ozroq kutamiz. Beshinchi varaqqa o'tdi. Qarang, alohida jadvallar kiritib, rasmlar kiritib beryapti. Qo'shimcha kiritishingiz mumkin bu taqdimotga. Masalan, rasmni sizga ma'qul kelmasa, rasmni o'zgartirishingiz mumkin. Yoki ma'lumotlarni tahrirlashingiz mumkin. Qayerda qanday ma'lumotlar xatolik ketgan bo'lsa yoki qo'shimcha kiritishingiz kerak bo'lsa, kiritishingiz mumkin qo'shimcha ravishda.
8-chi varaqda, ya'ni slayd tayyorlayapti. Ajoyib rasmlar. Shunchaki qoyil qolish kerak. Mavzuga mos rasmlar tayyorlab berayotganiga. 9-chi varaqqa o'tdi mana. Mana planshetlarda o'yin o'ynayotgan o'quvchi ustozi bilan. Qanday ajoyib. Xo'sh, mana oxirgisiga o'tdi. Xulosa qismi ta'limning kelajak C bilan birga 3x samaradorlik, 100% shaxsiy yondashuv, doimiy yordam. Demak, tayyorlab bo'lgandan keyin buni saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilib saqlanishini tushuntirib o'taman. Tayyorlab bo'ldim deyapti. Masalan, bitta anonsga o'taman, slaydga o'tamanda bu yerda rasmni o'zgartirish uchun nimalar, qanday rasm bo'lsin, siz xohlaganingizdek bo'lsinmi yoki xosinmi yoki boshqacha ko'rinishda bo'lsin, ma'lumotni yozasiz. Diagramma qo'yishingiz ham mumkin, qo'shimcha ravishda rasman joylashishingiz mumkin. Buni o'rniga boshqa rasmingiz bo'lsa agar, ular imkoniyatlari cheksiz. Bu yerga kirib ma'lumotni mana e'tibor bering. Ma'lumotni o'chirib qayta tahrirlashingiz mumkin. Ya'ni bu yerda ma'lumotni xohlasangiz shriftlarni, ko'rinishlarni o'zgartirishingiz mumkin. Barcha imkoniyatlarni yaratib beradi. Hammasi tayyor bo'lgandan keyin qiladigan ishimiz bizda buni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Yuklab olish uchun esa podelиться tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Keyin export bo'limiga kiramiz. Bu yerdan export PowerPoint ustiga bir marta bosamiz. E'tibor bering, yuklashni boshladi. Hozir bu yerda yuklanganligi to'g'risida ma'lumot chiqaradi. Bu ham qisqa vaqt ichida bo'ladi mana. Mana bu knopkani ustiga bir marta bosdim. HTTP pre-export file deb bergan taqdirda ham bizda mana bu yerda kelajak sari qadam mana taqdimotimiz tayyor bo'ldi. Ustiga bir marta bosib, PowerPoint orqali tayyorlagan taqdimotimizni ko'ramiz. Xo'sh, razрешить qilib mana bitta taqdimotni ko'rib olishimiz kerak, qanday chiqqanini. Xo'p, показать slaydga kirib mana qarang, qanday katta ekranda umuman zo'r chiqadi. Mana bu yerdagi yozuvni o'zgartirishingiz ham mumkin. Buni o'zgartirish uchun qo'shimcha ma'lumot qo'yasiz bo'ladi bu yerga. O'zingizning Telegram manzilingizni yoki xohlagan logoni kiritsangiz bo'ladi. Mana ajoyib rasmlar va ma'lumotlar. Xullas, mana shu tartibda sun'iy intellekt orqali yaratishingiz mumkin. Bu birinchisi. Yana bitta sun'iy intellekt bor, uni ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchisining nomi hozir ikkinchisining nomi Notebook LM edi. Notebook LM. Mana shu tartibda yoziladi. Keyin mana birinchi chiqqan Notebook LM yozuvda xato qilib qolmasgina. Plus Note, mana shu sayt nomi notebooklm.google deb yozsangiz ham bo'ladi saytga. Hop, keyin biz Poprovit Notebook LM ustiga bir marta bosamiz. Mana tayyor ma'lumot chiqadi bu yerdan. Bizga nimalar kerak? Bu yerda yangi daftar yaratishni ustiga bir marta bosamiz. Hop, birinchi tanishib o'tamiz. Bu yerda ma'lumotlarni joylashingiz mumkin, manbalarni qo'shish. Bu yerda qo'shilgan manbalarni kiritilganligi to'g'risida ma'lumot chiqaradi. Bu yerda esa siz audio sarhisob, slaydlar, video xulosa, aql xaritasi, hisobotlar, flash karta, viktorina, infografika, ma'lumotlar tayyorlashingiz mumkin. Bugun faqat slaydlarni ko'rib chiqamiz. Demak, manba qo'shish qanday bo'ladi ko'rsataman. Manba qo'shish degan tugmani bosganingizdan keyin sizga quyidagi oyna chiqadi va bu yerda fayllarni yuklash, veb saytlardan ma'lumotlar olish yoki Google diskdan, Drive diskdan ma'lumotlarni olishingiz orqali slaydga qo'shimcha qo'shasiz, ma'lumotlar qo'shasiz. Ular tartibi qanday bo'ladi ko'rsataman. Men asosan veb saytlar orqali olish va YouTubedan olish qulay.
bu veb saytdan olish yoki sun'iy intellekt YouTube'dan olish menga qulayroq. Shuning uchun menga YouTube'ga kiraman bir marta. Demak, YouTube'ga kirganimizdan keyin mana bu yerga mavzu o'zimizda biror bir mavzumizga oid bo'lgan video rolik bo'lsa, o'shani topishimiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik qaysi mavzuda? Matematika mavzusiga moslab olaman. Bo'linish belgilari deb yozaman. Bu bo'yicha juda ko'p video darsliklar bor. Bo'linish belgilari. Menga mana shu kattaroq video darslikni yoki kichikroqni olishim mumkin. Ya'ni nima uchun kichikroq deyapman? Vaqtiga qarasam bu 36 minut, bu 53 minut, bu 3 minut. Kichikroqni olsak tezroq ishimizni amalga oshiramiz. Birinchi qilgan ishim shu yerdan ulashish tugmasini, ya'ni mana bu yerga e'tibor bering, 3 nuqta bor. Har bir videoni to'g'risida ustiga bosib ulashish tugmasini ustiga bir marta bosaman va bu yerdan mana bu manzilni nusxalab olaman. Nusxalab oldim. Mana vaqtinchalik xotirga nusxalandi chiqdi. Notebook LMga qaytamanda mana bu veb sayt ustiga bir marta bosaman. Va bu yerda men boyagi nusxalangan manzilimni joylashtirdim. Agar yana qo'shimcha ravishda boshqa video olmoqchi bo'lsangiz, deylik, menga mana bu video ma'qul keldi. Yana ustiga bosib, yana ulashish tugmasini va nusxalash tugmasini bosamanda Notebook LMga qaytib, buni davomidan emas, buni tagidan, ya'ni Shift Enter deb bosib, tagidan ikkinchi videoni ссылкасini joylashtirishimiz mumkin. Agar buni yonidan siz qo'yarsangiz, buni tushunmaydi va u bitta ma'lumot sifatida o'qib ketadi. Shuning uchun alohida Shift Enter tugmasini bosib, tagidan qaytadan joylashtirishingiz kerak bo'ladi va bir nechta qo'yib ketaverasiz. Menga hozir bitta ссылкani o'zi yetadi. Kiritish tugmasini bosdim va manbani mana bo'linish belgilari videosi kiritilgan to'g'risida ma'lumot berdi. Bu yerda ma'lumot tahrirlab oldi o'zi uchun va endi men slayd ustiga bir marta bossam, batafsil slayd, taqdimotchi slayd, tilni tanlang. Masalan, til menga bu yerda bormikan bizda o'zbek tili. O'zbek tilini izlaymiz yoki latin degan yozuv ham bo'ladi bu yerda. Xo'sh. Ruskiy bor. Yo'q, latin tili bo'lardi, lekin negadir bu safar ko'rmadim men. L harfidan latin mana o'tib ketibdi. Shuni qo'yib ko'ramiz. Kerak qolgan joylari yaratish tugmasini bosaman. Va e'tibor bering, slaydlar to'plami yaratilmoqda, bitta manba asosida deyapti. Shu yaratib bo'lingandan keyin sizga tayyor qanday yaratilganini ko'rsataman. Demak, mana tayyorlab bo'ldi. Bizga tayyorlab berilgan uni taqdimotini ochib ko'ramiz. Qanchalik to'g'ri va noto'g'ri tayyorladi. E'tibor bering, bu taqdimotimizga nimalar qildi? Kattaroq qilishga harakat qilamiz mana. Bu taqdimotimiz ingliz tilida bo'lib qoldi. Lekin taqdimot yomon emas. Notebook LMda o'zbek tilida qanday qilib taqdimot qilinardi? Demak, o'zbek tilini tanlagan taqdirimizda ham o'zbek tiliga tarjima qilmadi. Buni o'zgartirishdan foyda yo'q. Sozlamalar bo'limiga kiramiz. Natija tiliga kiramiz. Birlamchini ustida turibdi. Demak, biz buni latin tiliga almashtiramiz. Mana. Saqlashni bosamizda, keyin qaytadan beramiz. Shunda bu o'zbek tilida yaratiladi. Keyin buni qanday qilib yuklab olamiz? Ulashish tugmasini bossak, havolani beryapti. Bizga havolasi kerak emas. PDF va PowerPoint mana. 3 tugmani bosdim.
PowerPoint'da yuklab olsam bo'ladi. Mana PowerPoint'da tashib beradi menga. Ustiga bir marta bosaman va tayyor. Mana shu tartibda sun'iy intellektdan ikkitasidan taqdimot yaratishingiz mumkin. Notebook LM da taxminan bir 10 daqiqalar ichida yaratib beradi. Xuddi shu tartibda amalga oshirsangiz. Hammaga rahmat. Bugungi darsimiz mana shu ma'lumotlardan iborat edi.